Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahi Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve taala barchalarimizni bosib kelgan qadamlarimizga ajr hasanat yozsin. O'qiydigan juma namozimizni Alloh taolo qabul qilsin. Bo'ladigan duolarimizni ijobat etsin. Bu yerda bugun bo'ladigan suhbatni Alloh hammamizga manfaatli qilsin. Muhtaram jamoat, shariatimizda ba'zi joylarni boshqa joylardan fazli, qadri baland bo'ladi. Masalan, Makka-i Mukarrama shahrini boshqa shaharlarga nisbatan qadri balandroq. Masjidlarni boshqa uylardan qadri balandroq. Xuddi shuni singari vaqtlarning ham o'ziga yarasha bir-biridan farqi bo'ladigan vaqtlar bo'ladi. Ba'zi vaqtlar, ba'zi oylar, ba'zi kunlar boshqalariga nisbatan fazilda, darajada, qadr-qimmatda yuqori bo'ladi. Bugun Hazrat Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam dunyoga kelgan muborak Rabiul Avval oyining 1-kuni. Shuning uchun shu munosabat bilan bugungi suhbatimiz Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom to'g'risida, u zotning mavlidlari to'g'risida bo'ladi. Alloh taolo bu oyni barakotini hammamizga o'zi ko'rsatsin. Bu oydagi manfaat, barakotdan Alloh taolo hammamizni nasibador etsin. Janobi Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Alloh subhanahu va taoloning eng suyukli bandasi. İnsoniyatni oxir zamonning payg'ambari, insoniyatni hidoyatga, nurga yetaklab boruvchi yo'lboshchi. Siz u bizlarni bu dunyoda ham baxt saodatli bo'lishimiz uchun jon kuydirib hayot kechirgan zot bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom Rabiul Avval oyining 12-kunida, dushanba kunida dunyoga kelganlar. Bu milodiy hisob bo'yicha 20-aprelga to'g'ri keladi. Endi bu hijriy qamariy oy 12 kun milodiyga nisbatan farq qilganligi uchun har yili har xil vaqtda keladi, ammo lekin Rabiul Avval oyini 12-kuni Janobi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam dunyoga kelgan oy. Bugun aynan mana shu Rabiul Avval oyini 1-kunida turibmiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomni ko'plab joylarda biz ummatga yo'lboshchi, hidoyat nuri ekanligini bayon qilgan. U zotning butun hayoti biz uchun o'rnak, namuna ekanligini bir oyatda aytib o'tgan. Janobi Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning o'zlari ham ko'plab hadislarda u zotga bo'lgan muhabbat to'g'risida ko'p joylarda aytadi. Sizlarni birontangiz meni ota-onasidan ham, yaqinlaridan ham ko'proq yaxshi ko'rmaguncha iymoni komil bo'lmaydi degan ma'noda hadislari bor. Mo'min odam, musulmon odam, Rasulullohga ummatman degan odam Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomni tanishi, bilishi, u zotga muhabbat qilishi kerak. Rasulullohga muhabbat qanday bo'ladi? Yaxshi ko'raman deyishni o'zi bilan bitmaydi, balki yaxshi ko'rgan inson muhabbatini u zotga bo'lgan mutobaatda, ergashishda namoyon qiladi. Ya'ni biz Rasulullohni yaxshi ko'radigan bo'lsak, shu yaxshi ko'rishligimiz bizni xulq-atvorimizda, ibodatlarimizda, sunnatlarga amal qilishimizda namoyon bo'lib, ko'rinib turish kerak. Rasulullohni yaxshi ko'raman degan odam sunnatga amal qilmasa, Rasulullohni tanimasa, bilmasa, u kishini yaxshi ko'raman degan gapi bu yuzaki gap bo'ladi. Chunki odatda oshiq ma'shuqqa ergashadi. Bir inson ikkinchi insonni yaxshi ko'rsa, unga taqlid qiladi, unga o'xshagisi keladi, farzandlariga uni ismini qo'yadi. Mana shu tariqa Rasulullohning muhabbati bizda ko'rinishi, namoyon bo'lishi kerak. Alloh subhanahu va taolo mana shunga buyurgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Va rafa'na laka zikrak" deb marhamat qilgan, biz sizni zikringizni balandga ko'tardik degan ma'noda. Janobi Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning zikri Alloh subhanahu va taoloning zikri bilan birga bo'ladi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb aytamiz. Iymon kalimasi shu.
Alloh taolo o'zining nomini, ya'ni Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak ismlarini qo'ydi. Kalima shahodat keltirayotganda ham ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deymiz. Agar ikkinchi banda aytilmasa, iymon mukammal bo'lmaydi. Men guvohlik beraman, Alloh taolodan o'zga iloh yo'q, Muhammad alayhissalom uning rasulidir deb aytish kerak. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning sha'nini, u zot sharifning nomlarini, u zot sharifning xotiralarini Allohning o'zi yuksakka ko'targan. Demak, biz uchun ham Rasulimiz alayhissalatu vassalom eng buyuk namuna, eng buyuk zot, eng buyuk yo'lboshchi bo'lish kerak. Odatda bir insonga muhabbat qilsa, unga o'xshagisi keladi. Misol uchun, biron bir qahramon yoki biron bir futbolchi, shunga muxlis bo'lgan odam unga o'xshagisi keladi. Unga o'xshab kiyinadi, sochini unga o'xshab turmak qiladi. U minib yuradigan mashinalarning nomlarini biladi. U yaxshi ko'radigan narsalarni biladi. Bu uning o'shanga nisbatan ixlosi, muhabbatini ko'rinishi. Bizda ham xuddi shunaqa bo'lish kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning ismi nima? Otasining ismi nima? U zot nimani yaxshi ko'rgan? Xulq-atvori qanday bo'lgan? Ummatlarini nimaga buyurgan, nimaga tavsiya qilgan, nimadan qaytargan? Hammasini musulmon odam bilish kerak. Hammasini bilish kerak. Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ismlari Muhammad. Buni hammamiz bilamiz. Otalarining ismi Abdulloh bo'lgan. Abdulloh. Rasulimiz alayhisolatu vassalom otalaridan hali u zot dunyoga kelishdan avval ayrilgan. Ya'ni payg'ambarimiz alayhisalom tug'ilishidan sal avval otasi Abdulloh bir safar qilgan bo'ladi. Shu safardan qaytish jarayonida yo'lda kasallikka uchrab vafot etadi. Unda hali payg'ambarimiz alayhisalom tug'ilmagan edi. Otasining ismi Abdulloh. Bu Abdullohning ismi Abdul Muttolib bo'lgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning bobolari Abdul Muttolib o'zini davrida Makka ahlining oqsoqoli bo'lgan. O'sha Makkadagi odamlarning kattasi, rahbari bo'lgan. Ularga boshliq bo'lgan, rahnamosi bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning nasl nasablari eng pokiza nasl nasablardan bittasi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning ota avlodida ham, ona avlodida ham nasli buzuq, yomonlari bo'lmagan. Hammasi o'zini davridagi tartib, intizom, shar'iy qoidaga muvofiq nikoh bilan oila qurgan, nikoh bilan dunyoga kelgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning nasl nasablari sharafli nasl nasab bo'lgan. Hech kim u zotni naslini tilga olib ayblay olmagan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning bobolari Abdul Muttolib degan bo'lsak, Abdul Muttolibning otasi Hoshim bo'lgan. Shuning uchun ham Rasulullohning avlodlarini, qarindoshlarini Hoshimiylar deydi. Mana shu katta bobolari Hoshimga nisbatan aytiladi. Bizning yurtlarda to'ramlar, sayyidlar deb aytiladi. Shular ham asli Hoshimiylar. Rasulullohning bobolarining otasi Hoshimga nisbat berilgan. Hoshimning otasi Abdumanof bo'lgan. Abdumanof. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Robiul Avval oyining 12-kuni dushanba kuni Makka shahrida amakilari Abu Tolibning xonadonida dunyoga kelgan. Abu Tolibning. Rasulullohning amakisi Abu Tolib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning otasi Abdulloh bilan otasi ham bir, onasi ham bir aka-uka bo'lgan. Abu Tolib Rasulullohga nihoyatda mehribon amaki bo'lgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomni bobolari Abdul Muttolib vafot etgandan keyin Abu Tolibning xonadonida Rasululloh ulg'ayadi. Abu Tolib o'zini farzandlariga qo'shib Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomni tarbiya qiladi. Abu Tolib shunday bo'lishi bilan unga iymon nasib qilmagan, lekin uning ayoli Fatima ismli ayol bo'lgan. Bu ayol muslima bo'lgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomga iymon keltirgan. Tarixda bir hikoya keladi. Mana shu Fatima ismli ayol
vafot etgan paytda Hazrat Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u ayolni dafn etishdan avval qabrning ichiga kiradi. Hayot sahobada keladi shu hikoya. Qabrning ichiga kirib qabrda yotib qabrga gapiradi. Ey qabr, bu joyga meni yetimlik vaqtimda o'zini bag'riga olgan ayol kelyapti. U ayolni qiynamagin, u ayolni qismagin, u ayolni azoblamagin deb qabrga gapiradi. Shu rivoyat qilinadi. Mana shu voqeaga, hodisaga guvoh bo'lganlar Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomdan shuni hikoya qilgan. Mana shu Fatima ismli ayolning uyida Rasululloh dunyoga kelgan. U ayol Rasulullohga yetimlik vaqtida qaragan, o'zini bolasi kabi tarbiya qilgan. Ana Payg'ambarimiz alayhisalom o'sha ayolning yaxshiligini unutgan yo'q. Haqqiga duo qildi. So'nggi manzilga olib kelayotgan vaqtda ham Allohdan so'radi. Bu ayol qabr azobini ko'rmasin, menga yaxshilik qilgan degan ma'noda. Bu ham bitta biz uchun Rasulullohdan ibrat. Bu yerda Payg'ambarimiz alayhisalom u zotga yaxshilik qilgan insonga yaxshilik bilan javob beryapti. Demak, musulmon odam yaxshilikni qadriga yetish kerak. Yaxshilikni bilish kerak. Yaxshilik ko'rgan bo'lsa, o'shanga yaxshilik bilan javob qaytarish kerak. Loaqal duo qilish kerak haqqiga. Bir hadisda keladi, Imom Buxoriy rahmatullohi alayh Adabul Mufratda keltirgan, yaxshilikni javobi yaxshilik bo'ladi. Agar unga kuchi yetmasa, haqqiga duo qilasiz. Unga ham kuchi yetmasa, o'sha odamni boshqa odamlarning orasida gapirasiz. Mana shu odam menga yaxshilik qilgan, shu odam kam bo'lmasin deb o'shani yaxshiligini boshqa joyda gapirishlik bilan yaxshilikka javob qilingan bo'lar ekan. Alloh subhanahu va taolo janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni butun insoniyatga rahmat qilib yuborgan. Qur'onda "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin" biz sizni butun olamlarga rahmat sifatida yuborganmiz. Janobi payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom kelgandan keyin, dunyoga kelgandan keyin olamda juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo yer yuziga barakot berdi. Qurib qolgan ko'llar suvga to'ldi. Yer yuziga hidoyat keldi. Janobi Rasulimiz alayhisolatu vassalomga vahiy kelgandan keyin insoniyat jaholat botqog'idan hidoyat nuriga chiqdi. Odamlar bu dunyoyu u dunyo saodatiga musharraf bo'ldi payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom sababli. Rasulullohning rahmat payg'ambari ekanliklari u zotning hayotida ham ko'ringan. Ko'pchilik biladi, payg'ambarimiz alayhisalom Makka davrida Toif degan shaharga boradi. Toif ahlini haqqa chaqirish uchun, ularni da'vat qilish uchun, yomonlikdan yaxshilikka qaytarish uchun Toifga boradi. Lekin u yerdagi odamlar payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomni yaxshi kutib olmaydi. U zotni toshbo'ron qildiradi, kichkina bolalarga aytib masxara qildiradi. Oyoqlari qonga belangan holda Rasululloh u yerdan chiqib keladi. O'shanda farishtalar kelar ekan. Alloh subhanahu va taolo aytayapti, agar siz duo qilsangiz, Alloh taolo mana shu Toif ahlini tog'ni toshlarini ostiga qoldirib o'ldiradi. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom yo'q. Ular bilmayapti, bilganda bunday qilmar edi. Bular bunday yomonlik qilgani bilan kelajakda bularning zurriyotlaridan Allohga iymon keltiradigan, iymonli, ibodatli insonlar chiqadi deb payg'ambarimiz alayhisalom kechiradi ular. Mana shu Rasulullohning rahmat payg'ambari ekanligi. Agar o'shanda bir duo ibodat qilganda ularning hammasi tamom edi o'sha paytda. Alloh subhanahu va taolo Rasulimiz alayhisolatu vassalomni bu dunyoga rahmat o'laroq yuborganligi oddiy mana shu bitta voqeada ko'rinadi. Siz biz uchun ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning rahmati bor, barakoti bor. Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tug'ilgan paytlarida bobolari Abdul Muttolibga onalari xabar jo'natadi. Abdul Muttolib kelib payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomni bag'riga bosadi. Vafot qilgan o'g'illari Abdullohning yodgorligi sifatida Ka'bani oldiga olib boradi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomga o'sha paytda bobosi Abdul Muttolib Muhammad deb ism qo'yadi. Muhammad degan ism u paytda Makkada mashhur emas edi. Arablarda orasida bunaqa ism kam edi, deyarli yo'q edi.
Rasulimiz alayhissalotu vassalomga qo'yilgandan keyin bu ismni Alloh taolo sha'nini ko'tardi, qadrini ko'tardi. Yer yuzida Muhammad degan ismdan ko'pi yo'q. Bu ismni Abdul Muttolibning qalbiga Allohning o'zi ilhom qilgan. Rivoyatlarda keladi, onalari Omina onamiz ham Rasulimiz alayhissalom tug'ilishlaridan avval tushlarida ko'rar ekan. Bir mo'ysafid kelib, senga Alloh taolo o'g'il farzand beradi. Ismini Muhammad deb qo'ygin. Chunki Alloh taolo uni yer yuzida ham, ko'kda ham nomini ulug'laydi degan xabarda aytadi. Bu tushni Rasulullohning onalari Omina onamiz bir necha marta ko'radi. Lekin mana shu ismni qo'ying deb bobosiga tayinlashdan avval bobosini o'zi shu ismni payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomga qo'yib, ismini Muhammad qo'ydim deb chaqaloqni yana onasiga qaytarib berib ketadi. Hazrat payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning bu muborak ismlari Qur'oni Karimda ham bor. Qur'onda Muhammad surasi bor. Qur'ondan avvalgi ilohiy kitoblarda ham payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom to'g'risida bashoratlar kelgan. Tavrotda, Injilda oxir zamon payg'ambari ismi, u zot sharifning siyrati, sifatlari to'g'risida Alloh subhanahu va taolo avvalgi ummatlarga ham, avvalgi payg'ambarlari orqali xabarlar qilgan. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Astagfiru billah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjulloha wal yawmal akhir va zakaralloha kaseeran." Oxirat kunidan Alloh subhanahu va taolodan umidvor bo'lgan va hamda Allohni ko'p zikr qilib yuradigan mo'min musulmonlarga Rasulullohning hayotida o'rnak va namuna bor deydi. Mana shu oyat biz uchun juda katta hujjat bo'ladiki, payg'ambarimizga ergashishimiz, u zotning sunnatlarini mahkam ushlashimiz lozim ekanligiga. Mana shu joyda bir masalani aytib o'tamiz. 5 vaqt farz namozi bor. Bomdod, peshin, asr, shom, xufton. Farzlarni bilamiz. Bomdod 2 rakat, peshin, asr 4 rakatdan, xufton ham 4 rakat, shom 3 rakat. Lekin bularni ba'zilarini avvalida, ba'zilarini keyinida sunnatlar bor. Bu sunnatlar Rasululloh joriy qilgan odatlar. Payg'ambarimiz alayhisalom tartib bilan muntazam biror marta tark etmasdan o'qib kelgan sunnatlar. Lekin ba'zi namozxonlar shu sunnatlarga beparvo. Vaholanki Alloh taolo Rasulullohda sizga o'rnak bor. Oxiratdan umidingiz bo'lsa, Allohdan, Xudoning mag'firatidan, rizosidan umidingiz bo'lsa, Rasulullohdan o'rnak oling. U zotning hayotiga qarang, namunalarini o'zingizda o'zlashtiring deb turibdi mana shu Qur'onda. Lekin sunnatga beparvo. Sunnat. Safarga chiqsa sunnat o'qimaydi. Farzlarni qisqa o'qing. O'z safarda ham o'qiladi sunnat, muhtaram jamoat. Payg'ambarimiz alayhisalom safarda ham o'qigan sunnatni. Sunnatni hech tark etgan emas. Bunga mahkam bo'lish kerak. Sunnat bu insonning iymonini qo'rg'oni deyiladi. Insonning iymonini 5 ta qo'rg'oni bo'ladi deydi. Birinchi eng asosiy qo'rg'oni iqon, ishonch. Insonning qalbida ishonch bo'lsa, uni iymoni iymon bo'ladi. Ikkinchisi ixlos. Uchinchisi sunnatlar. Farzlarni ado qilish, sunnatlarni ado qilish. Oxirgisi mustahabbot deydi ulamo. Agar inson mustahablarga, odoblarga bee'tibor bo'lsa, shayton endi uni sunnatlarga bee'tibor qilishga urinar ekan. Sunnatga bee'tibor bo'lgandan keyin farzlarga ham sekin-sekin e'tibori kamayadi. Farzlarga ham o'lda-jo'lda qaragandan keyin endi uni qalbidan shayton ixlosni olib qo'yadi. Ixlosni olgandan keyin iqonga ham yo'l ochiladi, shayton endi iqonga futur yetkazadi, shu bilan iymondan ayiradi. Shuning uchun biz ulamolarimiz iymoni mustahkam bo'lsin desa, Rasulullohning sunnatlari tugul, onda sonda qilgan odob, tavsiya, mustahablariga ham mahkam bo'linglar. Payg'ambarimiz alayhisalom qibla tomonga qarab puflamaganlar, oyog'ini qiblaga uzatmaganlar. Bu odoblari tikka turib suv ichmagan, tik turib ovqat yemagan,
Mana bu Rasulullohning odoblari, sunnatlari bor. Sunnatlar hamma sohada bor. Namozda ham bor, tahoratda ham bor, ro'zada ham, hajda ham, zakotda ham, salomlashda, uxlashda, qarindoshchilik, muomalat hamma yoqda sunnat. Hatto tijoratda ham sunnat bor. Mana shu narsalarni biz bilishimiz, unga amal qilishimiz kerak. Bu nimani anglatadi? Rasulullohni yaxshi ko'rishimizni anglatadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni yaxshi ko'raman deydi, sunnatga amal qilmaydi. Bu nimani bildiradi? Bu uni o'sha yaxshi ko'raman degan gapi yuzaki ekanligini anglatadi. Mana shu oyat, yuqoridagi oyat karimani tafsirida ulamolar bir qancha fazilatlarni Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan olishimiz kerak bo'lgan narsalarni sanab o'tgan. Mana Alloh taolo aytayapti, Rasulullohda siz uchun o'rnak bor. Siz Xudodan umidvor bo'lsangiz, oxirat kunidan, Xudoning rahmatidan umidvor bo'lsangiz, Rasulullohdan o'rnak oling. Xo'p, nimalarda o'rnak olamiz? Birinchi o'rinda Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni xulqini olishimiz kerak ekan. Payg'ambarimiz alayhisalom nihoyatda xulq odobi go'zal inson bo'lgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning xulqi juda ko'plab kofirlarni, mushriklarni iymonga kirgizib yuborgan. Rasulullohning xulqiga havas qilib, qancha odamlar iymonga kirib ketgan. Alloh Qur'onda va innaka la'ala xuluqin azim degan. Siz nihoyatda buyuk, yuksak xulq egasisiz degan ma'noda oyat aytgan. Oysha onamiz oldiga kelar ekan. Tobiinlar, sahobalar kelar ekan. Bizga Rasululloh haqida gapirib bering. Payg'ambarimiz alayhisalom qanday inson bo'lgan? Sizlar Qur'on o'qinglar. Qur'onning ichida Xudo nimani buyurgan, nimani qaytargan bo'lsa, o'shani hammasini Rasululloh qilar edi. Payg'ambarimiz alayhisalomning kimligini bilmoqchi bo'lsangiz, Qur'on o'qinglar deb Oysha onamiz tavsiya qilar ekanlar. Mana biz nima qilishimiz kerak? Rasulimizni tanimoqchi bo'lsak, Qur'onni o'qiylik. Qur'on arab tilida-ku, o'zbek tilida ham tafsirlari, ma'nolarini, tarjimalari chiqyapti. Alhamdulillah, ona tilimizda, yurtimizda bosib chiqarilyapti. Ilgari bitta Qur'oni Karimni topish amri mahol edi. Odamlarning uylarida ota bobolardan qolib ketgan Qur'on bo'lardi, ehtiyot qilib o'qir edi. Hozir mana masjidga kirsangiz, do'konlarga kirsangiz, Qur'oni Karim ona tilimizda tafsirlari chiqyapti. O'zimizning yurtdan chiqqan ulamolarimiz Qur'oni Karimni tafsirlarini, ma'nolarini yozyapti. O'qiylik, olaylik, o'rganaylik. Bu Qur'on Allohning kalomi, Rasulimiz alayhisolatu vasallam bizga olib kelgan ilohiy kitob. Ikkinchisi, Rasulullohdan o'rnak qilib olishimiz kerak bo'lgan bitta fazilat ulamolar yuqoridagi oyat tafsirida aytadi. Hazrat Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan vatanga bo'lgan muhabbatni olish kerak deydi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam vatanlari, ona vatanlari Makkani yaxshi ko'rar edi. Makka-i Mukarrama bu zotning kindik qoni to'kilgan, bolalik davri o'tgan ona vatani edi. Makkadan hijrat qilib chiqib ketayotganda Rasululloh qon yig'lab chiqib ketadi. Shunda yo'lda to'xtab Makka tomonga yuzlanib aytadi: "Ey Makka, men seni yaxshi ko'raman. Agar buning aholisi meni quvib solmaganda, men hech qachon seni tashlab ketmagan bo'lardim" deydi. Seni aholing meni quvib solmaganda, men sendan yuz o'girmagan, seni hech qachon tashlab ketmagan bo'lar edim deb yig'lab chiqib ketadi. Madinaga borgandan keyin Rasulullohning qalbida Makkaning muhabbati chiqmaydi. Baribir Makka tomonga talpinib turaveradi. Oxiri Alloh taolo Inna fatahna surasi, Fath surasining avvalgi oyatlarini nozil qilib, Makkani siz o'zingizga qaytarib beramiz degan bashoratni bergandan keyin Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning qalbi taskin topadi. Bu Makkani Rasululloh nima uchun yaxshi ko'rdi? Vatani bo'lganligi uchun, tug'ilib o'sgan yurti bo'lganligi uchun, kindik qoni to'kilgan zamin bo'lganligi uchun. Vatanga bo'lgan muhabbat aslida Alloh tomonidan beriladi. Ulamolar aytadi, inson o'zini vataniga bo'lgan muhabbati Xudoning unga bergan ne'mati deydi. Agar bir inson vataniga muhabbatsiz bo'lsa, Alloh taolo o'sha ne'matni unga bermagan bo'ladi deydi. Bu to'g'risida gapirsangiz, ba'zi odamlar
bu deydi paxta qo'yyapti deydi. Hozir deydi hukumatga paxta qo'yyapti, bu saroy mullasi deydi. Aslida bu shariatning gapi. Odamning gapini bizga ahamiyati yo'q. Ana shu odamning o'zi ishonmasa, Qur'ondan, bizni shariatimizdagi manbalardan vatanga bo'lgan munosabat qanaqa bo'lish kerak ekanligini o'rgansin. Sahobalar, Payg'ambarimiz alayhissalom vatanga nisbatan qanday munosabatda bo'lganligini o'rganib chiqsin. Payg'ambarimiz alayhissalomda shunaqa vatanparvarlik bor edi. Vatanparvarlik bu Rasulullohning sunnati, nafaqat Rasululloh, butun payg'ambarlarning sunnati. Makka Hazrati Ibrohim payg'ambar alayhissalomni ham vatani hisoblanadi. Qur'onda Alloh taolo Ibrohim alayhissalomni o'zini vatanini haqqiga qilgan duosini ibrat sifatida keltiradi. Robbijal hada baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati deb keltiradi. Robbim bu shaharni tinch shahar qilgin. Uning ahlini nozu ne'matlar bilan, samarot, meva-chevalar bilan rizqlantirgin deydi. U yerda meva o'smaydi, lekin hamma meva o'sha yerdan topiladi. Anjur ham topiladi, uzum ham topiladi, qovun ham topiladi. Bu Ibrohim payg'ambar alayhisolatu vassalomning duosini barakot. Alloh taolo bu duoni Qur'onda bitta emas, bir necha joyda ibrat sifatida keltiradi. Mana payg'ambarlarning vatanlariga bo'lgan munosabat. Uchinchisi, Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomdan biz o'rganishimiz kerak bo'lgan fazilat u zotning halim, sabrli, muloyim inson bo'lganligi. Rasulullohdaqa sabrli inson bo'lgan emas. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomdaqa bag'ri keng odam bo'lmagan. Hazrati Anas ibn Malik radhiyallohu anhu Payg'ambarimiz alayhissalomni 10 yil xizmatlarini qilgan Madinada. Rasulullohning xizmatiga kelganda 10 yashar bola bo'lgan. Go'dak, kichkina bola. Onalari Rasulullohga dastyor qilib olib kelib beradi. Ham sizga shogird deydi, ham xizmatingizni qiladi yo Rasululloh deb olib kelib beradi. Anas ibn Malik rivoyat qiladi. Men Rasulullohning uyida 10 yil yashadim. Rasululloh menga topshiriq berardi, vazifalar berardi, buyruq berardi, bir ishlarni buyurirdi deydi. Men bolalik qilib, yoshlik qilib, haligi ishni bajaraman deb ko'chaga chiqib ketib, bolalar bilan ovora bo'lib, o'ynab, haligi ish esimdan chiqib, kechki payt qaytib kelardim deydi. Shunaqa ishlarda birontasida Rasululloh nima uchun men buyurgan ishni qilmading deb meni koyimagan. Agar dedi bir ishni noto'g'ri qilib qo'ygan bo'lsam, nimaga shu ishni noto'g'ri qilding deb meni koyigan emas. 10 yil. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom shunaqangi bag'ri keng, halim, muloyim inson edi. Biz buni ham u zotdan o'rganishimiz kerak bo'lar ekan. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda oyatda marhamat qiladi. Astag'firu billah. Fabima rahmatin minallohi linta lahum wa law kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr deb keladi. Siz ummatlaringizga, sahobalaringizga Allohning rahmati o'laroq muloyim bo'ldingiz deydi. Rasulullohning qalbini, bag'rini kengligi, ko'ngillarining kengligi, sahobai kiromlarga nisbatan muloyimligi bu Xudoning u zotga bergan rahmati edi. Demak, biz agar mana shu fazilatni o'zimizda singdirishga harakat qiladigan bo'lsak, Alloh taoloning bitta rahmati, bitta ne'matini o'zimizda singdirishga harakat qilayotgan bo'lamiz. Oilada masalan ahli ayol farzandlarga muloyim bo'lib, yaxshi gapirib, dilini og'ritmasdan, qo'pollik qilmasdan shunaqa munosabatda o'rnatishga harakat qilsak, demak Alloh taoloning bitta rahmati, bitta ne'mati bizga berilyapti. Agar siz qo'pol bo'lsangiz, deydi Alloh taolo, qalbi qattiq qo'pol bo'lganingizda ular sizlar atrofingizdan qochib ketgan bo'lardi deydi. Haqiqatdan ham shunaqa. Qo'pol odamdan hamma bezillaydi. Bag'ri tosh odamdan hamma bezillaydi. Musulmon odam, Rasulullohga ummatman degan odam, demak bag'ri kenglikni, qalbi yumshoqlikni o'zlashtirish kerak. Payg'ambarimiz alayhissalom nafaqat mo'minlarga, hattoki g'ayridinlarga nisbatan ham shunaqa bag'ri keng inson bo'lgan. Rivoyatlarda keladi, sahobalardan birlari aytadi. Bir kuni Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning oldiga bir g'ayridin odam moddiy yordam so'rab keladi.
sen deydi shunaqa och nochor faqir muhtojlarga yordam berasan, bizga ham yordam berasanmi? Biz qiynalib qoldik. O'shanda o'sha Makkani atrofidagi, Madinani atrofidagi tog'larda boqilayotgan Rasulullohga tegishli qo'ylar podasi bo'ladi. Suruv qo'y bo'ladi. Mana shu qo'ylarda hammasi deydi sizlarga. Olib borib deydi o'zingizni o'sha qabilangizda qiynalganlarga tarqating. Haligi odam xursand bo'lib kelib qavmiga, "Ey qavmim, Muhammad kambag'al bo'lib ketishdan qo'rqmasdan bir suruv qo'yni bizga ihson qildi. Hammamiz islomga kirmasak bo'lmaydi" deydi. Haligi odam g'ayri din edi. Yordam so'rab kelganda uzr, o'zimizda ham ko'p kambag'allar, o'shalarga beramiz, birodar, siz bizni dinimizga kirmagansiz demadi payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom. Muhtojman, yordam ber deb qo'lini cho'zib keluvdi. Bitta ikkita qo'yni ham bergan yo'q. Bir o'sha tog'da o'tlab yurgan bir gala qo'yni ber. Mana shu hammasi senga dedi. Olib borib dedi qiynalgan qavmingga tarqatgan shuni dedi. Shuni orqasidan haligi odamlar musulmon bo'ldi. Mana payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning qanaqa muloyim, qanaqa bag'ri kengligi. Hazrat payg'ambarimiz alayhisalom to'g'risida kitoblar ko'p. Payg'ambarimiz alayhisalomni o'rganamiz deydigan bo'lsak, juda ko'plab o'zimizning yurtimizdan chiqqan ulamolarning kitoblari tarjima qilingan. Imom Buxoriy ham, Imom Termiziyning Shamoili Muhammadiyya degan kitoblar bor. Payg'ambarimiz alayhisalom haqida yozilgan, butun islom olamida mashhur. Mana shu olimlarning kitoblarini olib o'qisak bo'ladi. Yana bir duo qilishimiz kerak muhtaram jamoat. Yaxshilikni qadriga yetishlik musulmonni zimmasidagi vojib burchi. Payg'ambarimiz alayhisalom yaxshilik ko'rsangiz, yaxshilik bilan javob qaytaring. Yoki uni haqqiga duo qiling, yoki o'sha odamni maqtab boshqa joylarda zikrini ulug'lang degan. Mana shu yurtimizdan chiqqan ulamolar, xususan mana Imom Buxoriy. Bu zotni payg'ambarimizga bo'lgan muhabbati u zotni to'plagan kitobida ko'ringan. Sahih-i Buxoriyda. Imom Buxoriy nima uchun bu kitobni yozdi? Payg'ambarimiz alayhisalomni yaxshi ko'rganligi uchun. U zotning sunnatini himoya qilish uchun. U zotning odobini, axloqini, sunnatini siz bilan bizga yetkazib berish uchun shu kitobni yozdi. Bu kitob bugun Qur'oni Karimdan keyingi ikkinchi o'rinda turadigan sharafli kitob. Yurtboshimizni tashabbusi bilan mana shu kitobda xatmisi bizda yo'lga qo'yilgan. Ko'pchilik buni bilmaydi. Biz xatm deganda Qur'onni xatm qilamiz. Qur'onni boshidan oxirigacha o'qib, duo qilib xatm Qur'on bag'ishlaymiz. Lekin yurtimizda Sahih Buxoriyning xatmisi ham yo'lga qo'yilgan. Shuni davlatimizning rahbari o'zi topshiriq bergan. Imom Buxoriyning mana shu kitoblarini xatm qilib duo qilishni yo'lga qo'yaylik degan. Shu ishlarda barakoti bizni xalqda, millatda, yurtda ko'rinyapti. Tinchlik bo'lyapti alhamdulillah. Xalqimiz boyib boryapti alhamdulillah. Imom Buxoriyning maqbaralari qanaqa obod qilindi? Tashlandiq holatda edi urushni davrida. Biroq uni qayerdaligini bilmas edi. Axlatxona edi qo'pol qilib aytganda. Bugun boradigan bo'lsangiz, dunyoda menman degan ziyoratgohlar bilan bo'ylasha oladigan ajoyib bir manzara bu yerda bunyod qilingan. Yoki Imom Termiziy payg'ambarimiz alayhisalomning shamoillarini yozgan. Butun islom olamiga mashhur. Imom Termiziyni nomiga Termiz shahrida davlatimiz rahbari masjid qurdirgan. Borganlar bo'lsa kerak. Men borib o'qiganman. Bizdagi mana shu Hazrati Bilol, Devonavoy masjidlar bilan balki ulardan ham chiroyli qilib qurilgan. Masjidning yonida Imom Termiziy nomli hadis maktabini tashkil qilgan. Bu prezident topshirig'i bilan bo'lgan. Hozir bu hadis maktabi faoliyat qilyapti. O'quvchilarni qabul qilib bola o'qityapti. Bu yerda muhaddis bo'lib chiqadi bolalarimiz. Ana shu masjid oldida hadis maktabi, uning yonida Imom Termiziy nomli ilmiy tadqiqot markazi tashkil qilingan. Davlat o'zi oylik to'laydi bunga, vaqtdan ajratilmaydi. Bu tadqiqot markazini vazifasi, faoliyati ulamolarni kitoblarini tarjima qilish, tadqiq qilish, tadqiqot qilish, qo'lyozmalarni o'rganib kitobga, bosma kitobga aylantirish. Mana shu joyda odamlar ishlayapti. Hammasi bugungi kunda davlatimiz rahbarining topshirig'i bilan bo'lyapti. Mana shu narsalarni ham gapirish kerak, bilish kerak. Ko'p odam davlat rahbari to'g'risida gapirsangiz, boya aytganimdek darrov asabi buziladi. Musulmon odam bundaqa bo'lmaydi. Biz to'qib chiqarib,
uydirma qilib yoki bir manfaat ilinjida gapirayotganimiz yo'q. Yaxshilikni qadriga yetib, shukrona sifatida gapiryapmiz. Vaqtimiz yaqinlashib qoldi. O'zi suhbatimiz hali ko'p edi. Inshaalloh Xuftonda bo'ladigan suhbatlarda ham mana Mavlud oyi kirdi. Inshaalloh bu mavzularda Xuftondagi suhbatlarimizda ham yana davom ettiramiz. Alloh taolo aytib o'tilgan masala suhbatlarda hammamizga manfaatli qilsin.